28.04.2024. Demak, 2024-yil 28-apreldagi 43-misol yechimini ko'rib chiqamiz. Muntazam sakkizburchak tomoni A shunga teng ekan. Xo'p, chizma berilgan. A savolda ASning uzunligini toping, B savolda ADY uchburchak yuzini toping. Qo'yilgan soha yuzi. Demak, Asini topishimiz kerak ekan. Muntazam sakkizburchak tomoni A dan bitta ichki burchak nechi bo'ladi? 135 mi? Buni qanday keltirib chiqaramiz? 360 ni 8 ga bo'lamizmi tashqi burchaklar yig'indisini? Shunda nechi bo'ladi bu? 45 gradus. Ayirsak 0. Ana endi tashqisi 45 bo'lsa, ichkisi nechi bo'ladi? 135. Endi ASni so'ragan, x deb olaylik. A, B, C uchburchak uchun kosinuslar teoremasini yozamiz. X kvadrat teng A kvadrat plus A kvadrat minus 2A ko'paygan A kvadrat kosinus 135 gradus keladi. X kvadrat teng 2A kvadrat minus 2A kvadrat kosinus 135 da minus ildizosti 2 taqsim 2. Demak, x kvadrat teng 2A kvadrat plus 2 lar qisqarsa ildizosti 2 A'ning kvadrati. X kvadrat teng A kvadratni qavsdan tashqariga chiqarsam 2 plus ildizosti 2 qoladi. Ikkala tomondan ildiz olsak, bu A chiqadi. Ildizostida 2 plus ildizosti 2 ekan. X teng A'ning joyiga mana A. Shundan 2 ni chiqaraylik. Mana 2 ni chiqarsak nima qoladi? 2 minus ildizosti 2 qoladimi? Shu hammasi ildizda-da. Mana ildizda bo'ladigan bo'lsa, endi bu degani ildizosti 2 ko'paygan, ildizosti 2 minus ildizosti 2 deganidir. Shunda ildizosti 2 ko'paytirilgan, ildizosti 2 minus ildizosti 2. Davomida endi qaysi bor? 2 plus ildizosti 2 bor. Endi x teng ildizosti 2 ko'paygan. Mana bu ikkalasini ko'paytmasi nimaga teng bo'ladi? Bitta ildizga tushib A minus B plus B, ya'ni qisqa ko'paytirish formulasi bo'yicha 4 minus 2 bo'ladi. X teng bo'larkan, ildizosti 2 ko'paygan, ildizosti 2 ga teng bo'larkan x'imiz. Demak, ASning uzunligi 2 ga teng ekan. ADY uchburchak yuzini so'ragan. ADY mana bu bo'yalgan soha yuzi kerak bizga. Xo'sh, buni qanday topamiz? Mana buni o'chirib turaylik. Endi bitta balandlik tushiramiz. Mana bu yerga bitta balandlik tushirsam, bu yerga ham bitta balandlik tushiraman. Mana bu 90, bu ham 90. Bu A ga teng bo'lsa, mana bu masofa nimaga teng bo'ladi? A. Endi muntazam sakkizburchak tomoni A dan edi. Bu ham A ga teng. Endi bizga mana burchaklar kerak ekan, mana. Bu 135, bu ham 135. Trapetsiyada bu. Tengyon trapetsiya bo'layapti. Tengyon trapetsiya bo'ladigan bo'lsa, uning bitta mana bu o'tmas burchagi 135, bu ham 135 dan unda o'tkir burchagi necha bo'ladi shunda? 45 bo'ladimi? Demak, jami 135 edi. Muntazam sakkizburchakning bitta ichki burchagi bu 45 bo'lsa, mana burchagimiz necha ekan? 90 gradus ekan. Mana bu burchagimiz 90 bo'layapti. Demak, to'g'ri burchak uchburchak ekanda bu. Endi bu A bo'ladigan bo'lsa, mana bu masofa nimaga teng bo'ladi? Bu masofamiz A taqsim ildizosti 2 dan bo'ladimi? Bu ham A taqsim ildizosti 2 bo'ladi. Demak, bu ham 45. Bu A ga teng bo'lsa, mana bu bilan bu teng. Tengyon to'g'ri burchak uchburchak. Demak, bu ham A taqsim ildizosti 2, mana bu masofa ham A taqsim ildizosti 2 dan. AD nimaga teng bo'ldi? AD'miz A taqsim ildizosti 2 qo'shilgan yana A taqsim ildizosti 2 qo'shilgan A ga teng bo'ldi. Mana bu ikkalasi nimaga teng bo'ladi? Mana shu ikkalasi. 2A taqsim ildizosti 2 plus A. Ildizosti 2 ga bo'lsak, ildizosti 2A plus A ga teng bo'lar ekan. Endi 7 A ga teng muntazam sakkizburchak tomoni.
Ana endi S ADY uchburchak yuzi 1/2 bir katetimiz A'ga teng. Ikkinchi katetimiz-chi? Mana shu ikkalasidan A'ni chiqaring. A'ni chiqarsak ildizi 2 plus nechaga teng bo'ladi? 1. Mana A'ni chiqarsak ildizi 2 plus 1. Bo'ldi, shu yerdan yuzini topib qo'yamiz. 1/2 A'ning kvadrati ildizi 2 plus 1 teng. 1/2 A'ning kvadrati nimaga teng? Mana A'ning kvadrati. Kvarta ko'tarsak 4 minus necha bo'ladi? 4 minus 2 ildizi 2 ga ko'paytiramiz qaysini? Ildizi 2 plus nechini? 1 ni. Teng 1/2. Mana bu yerdan 2 ildizi 2 ni qavsdan tashqariga chiqaraman. 2 ildizi 2 ni qavsdan tashqariga chiqarsam 4 bo'lishi uchun ildizi 2 kerak. Minus necha bo'lar ekan? 1. Bunisi ildizi 2 plus 1. Ikkilar qisqaradi. Ildizi 2 qoldi. Ko'paygan. Mana bu ikkalasini ko'paytmasi A minus B plus B. Ya'ni ildizi 2 ning kvadrati 2 minus 1 da. Bu 1 bo'ladigan bo'lsa ildizi 2. Demak, bu yuzi ildizi nechaga teng bo'lar ekan? 2 ga teng bo'lar ekan. ADY uchburchak yuzi ildizi 2 ga teng. Xo'p, A savol uchun javob AC ning uzunligi 2, ADY uchburchak yuzi ildizi 2 ga teng ekan.